qat'iylikni yuzaga keltiradigan qoida bor. Giyohvand moddalardan voz kechish manfaat berishi uchun, oq zahardan qutulishimiz uchun, katta haromdan qutulishimiz uchun kichkina haromdan ham voz kechish yo'lini tanlash kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'pi mast qiladigan narsani ozi ham haromdir deganlar. Shundan qoida kelib chiqqan. Biz agar dunyoda mana shu giyohvand moddalarni, narkotik moddalarning yo'qolishini, butunlay yo'qolishini istaydigan bo'lsak, uning hamma turiga barobar qarshi tursakkina shu natijaga erishamiz, bo'lmasa foydasi yo'q. Demoqchimanki, birodarlar, tamaki mahsulotlari ham giyohvand moddasiga kiradi, boshqa narsa emas. U ham giyohdan olinadi. Inson hayotiga, sog'lig'iga ochiqdan ochiq xatar bo'lgan narsa. Yoki narkotik bir tomonda-yu biz tamaki mahsulotlarini boshqa tomonga qo'yamizmi? Tamaki mahsulotlari ham insonni sekin o'ldiruvchi narsadir. Hozir har bir shuni chiqaruvchi tashkilot yoki zavodi pochkasiga yozib qo'yadi. Tamaki mahsulotlari insonni o'ldiradi deb. O'shani yozilganini har kuni ko'rib turib biz iste'mol qilamiz. Har safar bir donadan olib chekayotganimizda ham o'sha yozuvga ko'zimiz tushadi. O'sha yozuvga ko'zimiz tushadi. Ongimizga o'tiraveradi. O'zimiz sigaretning ta'siridan ham ko'proq o'limga mahkum qilayotgan bo'lamiz. Har kuni ongimizga shu narsani qo'yaveramiz. Sigaret, tamaki mahsulotlari o'ldiradi. Haddan ziyod chekilgani boshqa qilgani. Haddan ziyod chekilgani o'ldirsa, uni ozi ham bari o'ldiradi. Shuning uchun butunlay voz kechish kerak, bahrdan kechish kerak. Shundagina biz jamiyatimizni oq zaharmi, narkotikmi, boshqami hammasidan tozalashimiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa foydasi yo'q. Mana shunday kurashib yuraveramiz. Dunyoda million pullar ajratilaveradi, tashkilotlar ishlab ovora bo'laveradi, lekin kamayish o'rniga ko'payib boraveradi. Sababi nafs yotibdi, boya aytganimizdek. Kimdir buning orqasidan foyda ko'radi, kimdir emas, hatto qaysidir tashkilotlar, qaysidir davlatlar buning orqasidan foyda ko'radi va bu narsa aylanib yotaveradi. Alloh subhanahu va taolo ana shularga o'zi insof bersin. Ammo biz mo'min musulmonlar hech qachon taslim bo'lmaymiz. Doim bu narsaga qarshi turamiz, izlanamiz va Qur'oni Karim oyatlari, hadis shariflardan dalillar topib, jamiyatimizni, xalqimizni, farzandlarimizni bu balodan saqlashlikka harakatimizni, hissamizni qo'shib boraveramiz.